Qizingizni ko'ngli tusasa osh bo'lsin-u, kelinni yegisi kelsa o'g'ri tamoqmi? Qizingizni ko'ngliga qaragan kuyov yaxshi er, ayolini avaylagan o'g'lingiz xotin qulimi? Hayit va bayramlarda qizingiz mehmonga keladi-yu, uyingizda yashayotgan birovning qizini ota-onasini ziyoratiga yuborishga og'rinasiz. Kelin ham bir otaning joni jahoni, sizdek bir onaning ko'z qorachig'i. Kuyovingiz qizingizga hadyalar olib bersa, xursand bo'lasiz. Ammo o'g'lingiz ayoliga bittagina ro'mol bersa, darrov qoshlaringiz chimiriladi. Eriga erkalanish, shirin so'z eshitish, birga sayrga chiqish har bir ayolning haqqi. U sizning raqibangiz emas. U o'g'lingizning tanlagan umr yo'ldoshi, nabiralaringizning onasi. Xizmatingizni qiladigan, yoningizda turadigan, bemor bo'lganingizda qizingizdan oldin yordamga keladigan shu kelin bo'ladi. Zulm qilmang, adolat qiling, jahl qilmang, sabr qiling. Natijasi inshaalloh go'zal bo'ladi.